1700 rublga suvda ishlaydigan sho'rikoyar qaranglar mana. Mana qaranglar sizlar. Mana qaranglar. Farqi 1700 rubl komplektida ikkita batareykasi bor, zaryadnik, xullas bitta hamma narsasi bor. Ko'ryapsizlar? Mana bular qanchadan bo'ldi? Bular 2,5 ming. Bular ham skitkami? Bular ham skitka aka. Bular вообще agar garantiya berilmagan taqdirda mana buni olib ketgan odamlar 7 minglik perforatordan zo'r ekan deb kelyapti. 7 mingdan zo'r. Zo'r ishlayapti. Nasamda zo'r ishlayapti. Keyin komplekt bu yerda poln, pikka. Короче, perforator olib borasiz, hech narsa kerak emas. Tamom tiqasiz, ishni boshlaydi. Bundan ham zo'r skitka bor. Sizlarga ko'rsataymi, to'xtanglar, qarang, baqa kelaydi. Mana bu skitkani qaranglar akalar. 9 minglik benzin belamizni 6 ming rubl bo'ldi. 3 ming rubl sizlar uchun skitka qaranglar. 9 ming rubl turibdi. Kelasizlar bemalol 8 ming rubldan qildik sizlar uchun. Bular nima firma ekanini ko'rsatadi aka. Odamlar bu Rolf'ni kimki biladi, bilmaydi. Rolf вообще мощный. Xo'p, bu yerda aka, получается 76 zublik, 50 sm uzunligi. Keyin bularga 1 yil ofitsialniy garantiya bilan. Bu 6 ming rublga bu tushishi вообще bizga ham o'zimizga ham nima deydi? Невозможно degandik, lekin tushirib berdi. Xalq uchun, конечно, bu. Akalar, yana bu o'ylamanglarki 3 ming rubl skitka qilib qo'ydi, birrak ekan. 1 yil garantiyasi bor. Garantiya bilan. Qaranglar, endi biz sizlarga suvarishni apparatlardan 6 ming rubl, 1000 rubl skitka qilib beramiz. 6 ming rubl, akalar mana bu 6 ming rubl o'zi, mana bu akalar 9500, 9 ming rubl qilib bera olamiz. Akalar, mana bular qaranglar, 2600 rublga ham suvarishni apparatlarimiz bor. Чисто домашний variantda uy uchun o'zi ishlatsa normal. Bu ham aka 1 yil garantiyasi bilan bo'ladi. Akalar qaranglar, mana biz aytib o'tamiz, eshitib olinglar. Mana bularga pastdan ishlatib bo'lmaydi. Nimagaki? Arzon, sifati sal pastroq. 2600 rubl. Buni uy sharoitida mana bular kattalari bor, mana qimmatlari 20 ming, 15 ming, 17 ming, mana bu kattamiz 17 ming rubl ko'ryapsizlar. Mana bular чисто professionalni ustaxonaga qo'yib, постоянно ganyat qilib ishlatadigan nimalar bo'ladi, svarkalarda. Kontashka, короче, elektrod hammasi bo'ladi. Kaskalarimiz 1000 rubl, kelinglar sizlarga 800 rubl qilib beramiz. Пожалуйста. Bu aytmayapti, mana kelasini ko'rib olinglar. Mana men yozib qo'yibdi. Mana aytgan yo'q, men o'zimni anaqa qilyapman, kelaverasizlar. Yana mana yerda divizhoglarni turli tumani. Bu magazinda akalar qaranglar. Uyga keraklik hamma narsani topasizlar. Xohlasalaring Normer Media'ni topasizlar. Xususiy bo'lmay. Cherstoylar, havo siqib qolyapti, betni juvib kerak. Keyin men bitta yo'q. Nima bu yer aksiya bo'lyapti? Aksiya ketyapti. Yo'q-a? Mana ko'ring, 3000 skitka bo'lyapti. Men ham nasib. 3 minglik skitga ham qo'ydingizlarmi deng, hali bilmayman. Siz qo'ydingizmi internetga 3000 skitka? Qo'yolmang. Jami syomka qildim. Ha, mana yerda qildingiz. 1700 lik qilingiz, baqa keling. Qanday yana aksiya bor? Mana bu 9000 likni biz 6000 qilib qo'ydik. Ha, 3000 tushib ketdingiz. 3000 tushib ketdik. Siz Hindistonni bankrot qilasiz. Nima bo'lsa xalq. O'zim hammasiga skitka aytdim. Lekin kelinglar, gapga javob, skishop qilsalaring ham mayli, mana gapimga javob, kelasizlar olasizlar shu narsani. 9000 kelib 6000 ga bermasa, mana aytasizlar, kistamdan bo'lsa ham to'layman. Real aytyapman bu narsani. Mana buni ham o'zim aytib 1000 rubl, 800 rubl qilib bera olamiz. Mana ha. Bir hafta kelsangiz. Nimaga? Akasini chaman. Tanksta kelasizlar. Nima uchun haqqa o'zinda? To'g'ri aytasiz. Metro topasan 4-o'qdan kelsangiz aynan Umid usta sizlar uchun xizmatda. Nima deylik boshqa? Umid ustadan, endi Umid usta o'zi ham oilaviy yaxshi bola. Qani olish kerak bu narsani. Hamma narsa kam qo'yyapti ustiga. 100 rubl, 200 rubl qo'yyapti, lekin har kuni klienti bor. Mana shunaqangi arzon bo'lib ketgan. Bu даже Valbers azonga ursangiz ham bu narxda hayotda topib bo'lmaydi. Menga qimmat bu narsalar. Umidjonga kurubni kelyapti. Tez sotyapti. Kelingizlar, o'zlaringiz ko'zlaringizdan ko'rib turib, nima deydi? Ha, shunday ekan deysizlar, dujoqlarda ham reklama qildingizmi? Qilyapmiz. Valbers azondan olsangiz garantiyasi yo'q, hech nima qila olmaysizda. Bitta olasiz, kelasiz, biron nima bo'lib qolsa olib kelasiz, garantiyasi bor. Biz bitta magazin bilan tanishtirib chiqaylik, tartibchilarim, qaranglar. Bitta xohlagan turdagi narsalaring bor, mana kafilchi akalarimiz uchun. Ko'rib turganlaring mana qaranglar. Biz har birini narxi bilan aytib chiqishga uspit qila olmaymiz, bitta liboy narsa bor. Mana qaranglar. Usto akalar, ombir, balgarka, qo'y xullas million xil narsa bor. Perforatorlarni zo'rlari kerakmi sizlarga? Filmax firmasidan qaranglar. Hamma narsa bor. Akalar, endi mana bu fanatchalar bor-ku, dahshat ham. Men o'zim shaxsan bitta olganman. 2 kilometrga bemalol bo'ladi. Qo'ychi akalarimiz dalada dehqonchilik qiladi-ku. Ana shu akalar cho'ponlarga. Kameralarni mana ular quyoshli batareya bilan ishlaydi. Dalada qo'ychi akalar, kolonkachalarimiz bagiladi. Ana unga zakasi bor, esdan chiqib ketdi. Keling-ku, sahnada o'tir. Nima endi videongizni olib qochib ketasizmi? Yo'q, buni masalan, chachi. Hofizayna to'yga ketish kerak. Hofizayna ishlaringizga omad. Keling-ku, baxtli bo'lsin. Onaning vaqti yo'qmi? Navruz Allamurodov.
Navruz Allamurodov. Navruz Allamurodovga layik bo'lsasizlar. Men endi eng nima deydi? Yaxshi ko'rib eshitadigan Bu normani bilasizmi nimaga? Shofirlik qilyapsiz, hozir sizni maqtayapti, ertaga borib Fikrim bor. 61 maqtaydi, qarab turing. Pakiston uzrdan Mayli. videoga omad kengizlarini Yaxshi aytib o'ringlar, aynan. Hurmatda sizlar. Oq yo'l. Biz aksiya qilishda davom etamiz. Akbar aytaveradi 3000 deb. 2,5 ming qilaman. Javob. Kelib mana screenshot qilib olinglar, 2,5 ming komplektida hamma narsasi bor. Buni sarig'i bor, ko'k bor, hamma namudi bor. 2,5 ming bo'ladimi? Bo'ladi aka, tamom. Tamam mana. Qarang, ikkita bolgarka, keyin budjetli bolgarka izlaganlar, ikkalasi ham, bular ham 2000 rubldan bo'ladi. Keyin sirkulyarka. Mana bu уже taxta bilan ishlaydigan yoki bo'lmasa plintus-ga bular 5,5 ming. Mana bu bolalar bu aka как ploram qilib ishlasa bo'ladi-da buni. Mana bunday qotiradi, stanovka bunday qo'yib. Taxtani bunday ketkizadi-ku, qo'lni kesadi, chunki bu yerda 235 disk ketadi-da. Mana bunday bo'lgan disk. Glubina to 12 santimetrgacha kesadi. Buni ham narxi 8 ming edi, buni ham 5 ming bilan qo'ydi. 3 ming skidka. 3 ming skidka. Qachongacha bu skidkalar? Bu skidkasi aka ko'p bundan. Mana shu, короче, 1 oy skidka bo'ladi. 1 oy. Polностью. Akalar, shoshilinglar, 1 oy skidka. Bitta bu magazinda o'zlariga kerakli yo'q narsa yo'q, baqa kelinglar. Mana kameralarimiz. Qaranglar. Bu quyoshli batareya bilan ishlaydiganlari ham bor mana. Qaranglar, bu sim kartani qo'yasiz. Telefondan borib boshqarasiz. Tojikiston yoki O'zbekistondan bo'lsangiz, uyingizga qo'yib kelsangiz, Moskvadan turib mana kameralarni boshqaraverasiz. Mana kolonkasi bor. Uyingizda nima bo'lyapti, ovozini ham eshitib turasiz. Telefondan turib gapirsangiz, bu tarafga ham keladi. Bemalol. Narxi 7000 rubl, sizlar uchun 6000 qilaylikmi? 6000 qila olamizmi? Yo'q. 6000 qila olamizmi? Qancha narxlari? 6,5 ming qila olamizmi? Olmam gapni qilmaydi. Kameraga gapim o'tmaydi, lekin to'g'risi. Nimaga hammadan skidka qilib bitta ham tirikchiligi bor. Bu ham o'zi farzandlari bor, ishxonani bitta 5-6 kishi ishlaydi. Ko'ryapsizlar, hamma namud kameralarimiz bor. Wi-Fi'larimiz, routerlarimiz. Bu mana aytdi lazer. Kenshamizdagi lazerlarni hozir aytadiki 2,5 ming eng arzonlari tufta deydi-da mana. Пожалуйста, 13 mingga bor, 12 ming rublga. Просто professional odamlar keladi-da uni ishlashdan bu arzon ekan deydi, ishlashiga ishonmaydi. O'shani ham 10 mingga yozib qo'ysangiz zo'r ekan. Bu zo'r ekan deydi. 10 ming qilib qo'ysam, u rangiga qaramay, narxiga qaraydi, olib ketadi. Bu aka. Qaranglar, shurupyorlar, turli tumanlari. Qaranglar bitta. Hozir har bir narsani aytib o'tib ketyapmiz mana. Shurupyorlar komplekti bilan ko'rib turganingiz mana bu 12 ming rubl, 11 ming rubl qilib beramiz. Ichida 5 ta narsasi bor, qaranglar. Arracha, perforator, bolgarka, shurupyor, 4 ta narsasi bor ekan. Narxi 12 ming rubl. Sherzodning nomidan deylar 11 ming qilib bera olamiz. Aka, keyin mana bu variant bor. Домашний variant, чисто. Ikkita batarya bilan bu yerda 4 ta apparat, получается bu 5500 dan. 4 ta apparat 5500. 4 ta apparat, ikkita akkumulyator, bitta zaryadni yana. 5500. Garantiya bormi? Bor, garantiya. Metalonni narxida berilyapti. Qaranglar. O'zi ham bir chamadon 10 kilo, 15 kilo chiqadi. 11 kilo vesi bor ha. 11 kilo vesi bor ekan mana. Akalar, endi biz ikkinchi etajga chiqamiz. Shuni tepasiga mana bu zinadan telefon magazin bor. Telefonlarimiz o'ta katta skidka bo'lyapti. Adresimiz metro Teplistoni 4-vohadadan kelganingizda chiqasiz. 20 metrdan chap qo'lda. Akalar, 16 iPhone 16 69 ming rubl, 15 51 ming rubl, 14 43 ming rubl, 13 37 ming rubl, 13 обычный 29 ming rubl. Ne только bitta iPhone, mana bu Samsung 24 Ultra, 23 Ultra, 24 qancha? 24 55 ming bo'ladi aka, 12 250 oldi, qorasi yo'qdi. 23chi? 23 42 ming rubl. Qaranglar. 1 yillik garantiya hammasiga beriladi. Samsung Ultra da mana qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Bizdan mana shu telefonlarni xohlaganingiz bittasini oling, 5 ta podarka qo'shib beramiz. Qaranglar. Original zaryadnik, naushnik, duxi, stiklo, chixol. Bitta telefon olsa 5talasini birdaniga berib yuborasiz. 5talasi birdan. Mana shu telefondan qaysi birini olsa 5 ta podarka ketadi shu yerdan. Moskvada hali bundaqa aksiya hech joyda bo'lgan yo'q-da, qaranglar. Ne только bitta bundaqangi telefon. Именно iPhone yoki Samsung olishingiz shart emas. Bizda yana telefonlarimizni xohlagan turdagisi bor. Ba'dan keyin. Akalar, bizda xohlagan turdagi telefoningiz bor, qaranglar. Samsung A17, 56, 64, xullas hamma namudidan bor. Infinix, Poco, xullas akalar, baqa kelinglar. Mana yerda bizda eng arzon telefonlarimiz, qaranglar. Mana buni qaranglar. Buni mana shuni tushuntiring, xarakteristikasi narxi 7000 rubl. Qarang, bu Infinix Smart 10 deyiladi. 5200 mAh batareyasi, 4K 128, чисто amino uchun ishlaydigan telefonlar bo'ladi. Budjetli telefonlar narxi 7000 rubl. Bunga ham полный komplektatsiya bo'ladi. Zaryadnik, kabel, stiklo,
и naushnik ham qo'shib beriladi aka. Hozir boshqa joylarda 5000 ga ham bor-da, reklama bo'lyapti. U 5000 lik telefon boshqa narsa, bu boshqa narsa. Bag'da ham bor 5000 lik telefon, lekin bu Aminaga ishlamaydi ular. Bular zo'rlari, akalar qaranglar, bitta Redmi, Poco, hamma telefonlarimiz bor. Juda ko'pchilik qidirib yurgan akalar. Mana buni ko'rsating. Ajoyib nima qarang. Rangini qarang buni. Tovlanar ekan. Hamilyon deydi nima, qaro ko'p. Technocommand yangi chiqqan narsa. Videoda bo'linyaptimi? Technocommand 50 dedi. 6,5 mash bu yerda ham 8 ga 256, 19900. Bu yerda ham также полный komplektatsiya bo'ladi. Stiklo, blok и naushnik ham podarka bo'ladi bu yerda. Akalar, chamadonlarimizni qaranglar. Mana shu chamadoncha qancha? Bu 2000 rubl. 2000 rubl, endi uni qaranglar. Bu sinmaydi. Bu shundaqangi materialdan tayyor bo'lgan, mana yerda kattalari bor. 3000 rubl. Mana bu qancha? Bu ham 3000. 3000 rubl. Bu 3,5 kattaroqda ozgina. Mana shuni boringlar, boshqa magazinlardan ko'ringlar, kamida 4000, 5000 rubl turadi. Bizda yana eng nadojni nima bilasizlarmi? Hozirgi kunda juda ko'pchilik ko'chadan bilet olib aldanyapti Telegram gruppalardan. Akalar, Telegram gruppadagi mashinalar bilet sotib odamlarni aldayapti-da. Ehtiyot bo'linglar. Juda ko'pchilik mendan bilet sotadigan joy ishonchli bormi deydi. Mana nomer yozinglar. 891 579 06 06 mana. Ukamizga kelasizlar, magazinning ichida eng arzon narxda hamma joyga bilet bor. O'zbekistonga, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, xullas hamma joyga bilet bor, bemalol kelaverasizlar. Yana nima aksiya? Aksiyalarimiz aka polni hozir aytib bo'ldi. Keyin mana shu avia bilet yoki перевод pasport, перевод prava. Avia biletdan nimaga odamlar internetdan olmaydi? Chunki u yerda bitta bukva xato ketyapti, 8000, 9000 ishtirok beryapti. Ana shuning uchun odamlar o'sha nima deydi, mas'uliyatni bu yoqqa talab qo'yadi. Chunki bu yozib beradi, bitta harf noto'g'ri ketdimi? Aytadi, bunga to'lab beradi. O'sha narsadan odamlar qochadi. Akalar, qaranglar, bitta ishonchliligini. Internetdan olasizlar, bitta harflaring noto'g'ri bo'lsa ham vazvirat qilib pulni ola olmaysizlar. 8000, 9000 ishtirok qiladi. Bitta sababiki mana bu kelib jivoy pasportlaringni berib olasizlar yoki mana shu nomerda WhatsApp, Max hammasi bor, tashlasalaring 100% xato qo'ysa o'zi javob beradi. Lekin sizlar internetdan, Telegramdan olmanglar hech qachon. Telegramda juda ko'p mashinliklar 90% mashinik, hammasi ham demaymiz. Nimaga juda ko'pchilikka falshiviy bilet sotib, aldab, pulini olib mana shunaqalar bo'lib ketyapti-da. Mayli, iminni shitdan bilet olinglar demayman sizlarni. Lekin iminni Telegramdan juda ko'pchilik aldanyapti. Bizga yana перевод pasport, перевод prava, avia bilet, и mana yerda qoshiq, pichoq, do'qi, xullas mana qanday sumkachalarimiz, hamma narsa bor. Ayollar uchun Dysonlar mana. Suv ham sotyapsizlarmi, nima bo'ladi? Yo, suv o'zimizga. O'zlaringga issiq bo'lyapti. Ayollar qaranglar, sizlar uchun kelaverasiz. Dyson endi nimaligini bilmayman, nima u Dyson? Ukladka deydi yoki bo'lmasa выпрямитель, sochni ishlatiladigan narsalar. Keyin fen ham narsasi bor. Telefonni Rossiyada bor telefonni hammasi shitda bor. Chiqol, stiklo, xullas Ustomobilga bemalol kelaverasizlar. Bizda eng arzon narxda qaranglar. Bitga kelasizlar, suratlaringni chiqarib ham beradi. Prямой, masalan, stikloni yopishtirib, chiqonlaringni orqasiga farzandlaringni suratini qo'yib, telefonga yopishtirib ham beriladi. Kelaverasizlar, 5 ta podarka sizlarni kutyapti. Bundaqa narx hech joyda bo'lmagan, bo'lmaydi ham.